O'zbekiston sportini dunyoga tanitgan inson Otabek Umarov 2020-yilda Osiyo Olimpiya Kengashining vitse-prezidenti etib saylandilar. Bu Markaziy Osiyo tarixida birinchi bor yuz bergan holat edi. Seven Saber bugun O'zbekiston sportining yuzi, faxri. Dubay shahzodasi Sheyx Xandan, Mike Tyson, Ronaldo va Habib kabi dunyo yulduzlari ham bu brendni tan olgan. Tokio 2020da 3 ta oltin, Parij 2024da 8 ta oltin. Ushbu natijalar tasodif emas. Bu aniq strategiya. Ulug'bek Rashidov kabi iqtidorli sportchilarimizning dunyo arenalariga chiqishda ham u kishi bevosita sababchi bo'ldilar. Shuningdek, Otabek Umarov O'rta Osiyo MMA prezidenti, Triatlon federatsiyasi asoschisi va birinchi rahbari sifatida xalqimizning ishonchini qozondilar. Eng e'tiborlisi, Osiyo qishki o'yinlarida Xitoy rahbari Si Szinpin bilan uchrashuv. Bu nafaqat diplomatik yuksalish, balki O'zbekiston sportining xalqaro sahnadagi tan olinishi edi. Va aynan o'sha muzli ko'rgazmalar orasida Registon maydonining yasalgan shaklda namoyish etilishi har bir o'zbekistonlik yuragida faxr va g'urur uyg'otdi. Bu esa hali boshlanishi xolos. Sizningcha navbatdagi yutuq qaysi sport turida bo'ladi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.